Eronga qarshi urushning birinchi haftasi AQShga 11,3 milliard dollardan qimmatroqqa tushgani ma'lum qilindi. Bu Pentagonning Kongress uchun tayyorlagan yangi hisobotida keltirilgan. The New York Times'ning yozishicha, bu summaga zarbalar boshlanishidan oldin mintaqada harbiy hozirlikni kuchaytirish bilan bog'liq xarajatlar kiritilmagan. Avvalroq urushning dastlabki kunlari AQSh uchun taxminan 6 milliard dollarga tushgani aytilgandi. Shundan qariyb 4 milliard dollari o'q-dorilarga, asosan Eron raketalarini urib tushirishga sarflangan. The Washington Post nashri esa Pentagon Eronga qarshi operatsiyaning dastlabki 2 kunida 5,6 milliard dollarlik o'q-dori sarflaganini yozgandi. Qayd etish joiz, AQSh prezidenti Donald Trump Eron bilan urushda nishonga olinadigan deyarli hech narsa qolmaganini va tez orada tugashi haqida ma'lum qildi.